Azizlar, qarangda. Bir insonni mashinasiga chiqsiz, qani magnitofoningizni qo'yingchi deysiz. Kim ashlasini eshitayotgan bo'lsa, o'sha xarakterga tushunasiz. Ha deysiz. Umidjonni ham o'ziga yarasha mana necha yillardan boshiga shunaqa muxlislari bor. Biz bu yerda qo'shiqlarni eshitib qanaqa maza qilsak, u muxlislari bilan ham gaplashib, xuddi Umidjonning qo'shig'ini eshitgandek maza qilamiz. O Kamoliddin akamlar bilan, ustozlar bilan juda ko'p bizning ko'rsatuvlarimizda ishtirok etganlar. Xudoga shukr, mana bugun Marg'ilonda bir tadbirimiz bor edi. Shunga mana Sohibjon bilan birga Umidjon bir kelib ketsak. Dedik, mana keldilar. Boshimiz osmonga yetdi. Tanijonlari sog' bo'lsin. Va hozir Umidjonga sovg'a qiladigan narsa biz Askiya qiziqchilik markaziga birinchi kitob chiqardik. Mamasida akam, Sultonali Mannopov professor olimlar. Birinchisi ana shu kitobdan sovg'a qilmoqchiman. Umidjon, rahmat ustoz. Tanijoning sog' bo'lsin. Rahmat ustoz. Ikkinchisi shu tadbirga shu Marg'ilon xalqini hurmat qilib, bizning tadbirimizni hurmat qilib kelganlari uchun bu tashakkurnomalarni ham bermoqchiman. Rahmat ustoz. Eson bo'ling, Rahmat. Tanijoning sog' bo'lsin. Bu sovg'ani sizni qo'lingizdan olganimdan men juda xursandman. Salomat Yog'im yuzga kiring, baxtimizga doim sog' bo'ling ustoz. Ilohim, Rahmat. ilohim umringiz uzoq bo'lsin, martabangiz ulug' bo'lsin.